91 yilmi sen qaron? 91-yil nima so'gish kerak miydi? Men sen bilan narxlik O'zingni osib olsang bo'lmay, tiraymisan sen qalam, nafas olyapsan, qanday nafas olyapsan sen? Еще bu kadar. Nechinchi kurssan? İkinci kurs. Ikkinchi kurs, 91-yil. O'zi o'qish tugatguncha o'lasan. Bir oyog'ing yo'lda, bir oyog'ing cho'lda bo'ladi. Qo'tag'imda ham ishlamaysan. U diplomsiz kelsan. Diplom Rossiyada men o'zimning o'rinda o'qib bo'lganman уже. Rossiyada ham o'qigansan, o'zi Turkiyada ham o'qiyapsan. Rossiyada 6 yil institutda qutarib diplom olib, keyin Turkiyada. Qo'toqchasi, malades, jalab 91-yil ikkinchi diplomda olyapti. U bakalavr-da. Ha. U nima bo'ladi? Maza yo'q. Menda maza yo'q. Ha. Menda maza chotki. Kuchaydimmi? Kuchsizdimmi? Hav. 4-5 marta yutib ketdim men. Shartini qilib bilmay chiqib qo'ydim. Endi sen najilani o'ynamaysan-da. Sen bunday qilaman, men yoshga o'ynayman. Mening o'ynaydigan shartlarim TikTokda hali hech kim qila olmaydi. Nima shart qilding mana? Eng strashni. Mana men senga savol beraman. Ben jostko o'ynayman-da. Jostki nima qilasan? Eng jostki sharting. Tam все будет. Sen aklına gelmedi. O'sha sen qilayotgan shartlaringni 2023-yilda o'tib ketganmisan-chi? Men javob beraman senga. Sen unaqa shart olma. Buyinamiga senga narjina keldi, bu narolay. Narjina keldi gandon. 91-yil ham bo'lam to'ba qildi. O'zingni o'ldirib yuborsang bu, men 91-yil bo'lgandan ko'ra. 91-yil bala, endi bu bala necha kirdi? 91 bo'lsa